Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu qishloqning ichida mana shu antenani quryapti. Mana bu qaysi kompaniyani antenasi aytuvdi, esimdan chiqib qoldi. Mana shu qishloqning o'rtasiga shunaqangi antena qurish mutlaqo taqiqlangan narsa. Chunki mana shuni tagida o'tirgan insonlarda hammasi ruhiyati buziladi. Miya faoliyati, qon aylanishlari buziladi. Avlodlardan avlodlarga qolib ketadigan kasalliklar paydo bo'ladi. Buni tasdiqlab bergan o'sha AQShliklar ham, Xitoyliklar ham hammasi tasdiqlab bergan. Mana shuni ko'chani boshida narigi tomonda katta maydon bor, odam yashamaydigan. O'sha tomonga bir 100 metr, 200 metr nariroqdan qursa ham bo'ladi. Bularning ustiga o'zi kamera o'rnatib ketadi. Kameralar turadi. Kim keldi, kim ketdi hammasini bilib turadi. Ahmoq emas. Shular bilib turib mana shu aholini ichiga o'rnatib, shunday katta ta'sir qilishini bilib turib shu ishlarni qilishadi. Aslo mumkin emas bu narsalar. Aslo mumkin emas mana shu aholini ichiga qurish. Cheki gap chiqib qursa, aytyapmanki, kameralar o'rnatib qo'ysa, bankomatlar ko'chada turibdi-ku, pul kerak bo'lsa, bu nima bo'pti bu antenaga? Kim teginadi? Kimi ishi bor bu narsa bilan? Mana shuni bilib turib shu aholini o'rtasiga o'rnatadi. Bu degani qo'ylar uchun deganida. Qo'ylar uchun degani. Bu musulmon xalqini qo'y og'zidan cho'p olmaydigan insonligini biladi-da. Shuni bilib turib mana shu ishlarni qilishadi.